Ey ayol, siz burunqi hikoyalarni angladingiz. Firavunning sarayida Sara uchirgan ishlardan xabar topdingiz. Safa Marva orliqida yugurgan Hazrati Hajar bilan tanishib chiqdingiz. İbrahim alayhissalom Allohning buyrug'i bilan Hajar va o'g'li Ismoilni Makkaga joylashtirdi. U yerga Yamandan kelgan Jurhum qabilasi Hajarning ruxsati bilan yerlashdi. Siz hozir ash ishlardan keyin nima ishlar bo'ldi deb so'raysiz, shundaqmi? Bu yerda uzun yillar o'tib ketdi. Hazrati Ismoil Jurhum qabilasining orasida cho'ng bo'ldi va ulardan arabchani o'rgandi. U ularning ichidagi qizlardan biriga uylandi. Hazrati Hajar vafot bo'ldi. Bir vaqtda İbrahim alayhissalom ularning ahvolini bilish uchun qaytib keldi. İsmoil alayhissalomning uyiga berib, uni topolmadi. İbrahim alayhissalom uning ayolidan qayerga ketganligini so'raydi. İsmoil alayhissalomning ayoli tirikchilik qilish uchun chiqib ketganligini aytdi. İbrahim alayhissalom ularning turmush ahvolini so'raganda ayol ahvolining intayin nacharligini, turmushining og'ir qiyinchilikda o'tayotganligini aytib shikoyat qilishga boshladi. Halbuki u ayol İbrahim alayhissalomni tonimaydi. İbrahim alayhissalom u ayolga yo'ldoshingiz kelsa mendan salom ayting. O bo'sig'isini almashtirib etsin dedi. İsmoil alayhissalom uyga qaytib kelib bir narsalarni his qilgandek bo'ldi-da ayolidan. Bugun uyga birasi keldimi deb so'radi. Ayoli shundoq keldi. Mundaq bovoy ekan deb uni sifatlab berdi. İsmoil alayhissalom ayolidan biror narsa dedimi deb so'radi. Ayoli shundoq. U bizning ahvolimizni so'ragan edi. Men uningga ahvolimizning nachar ekanligini, qiyin kunda qolganligimizni aytdim dedi. İsmoil alayhissalom ayolidan boshqa gap qildimi deb so'raydi. Ayoli sizga salom dedi. Hamda eshikning bo'sig'isini almashtirib etsin dedi. Bu gaplarni anglagandan keyin İsmoil alayhissalom kelgan mening dadam bo'ladi. O seningdan ayrilib ketishimni buyuribdi dedi-da ayolini taloq qilgandan keyin o'zining uyiga qaytib ketishni aytdi. Uningdan keyin İsmoil alayhissalom yana bir qatim uylandi. İbrahim alayhissalom o'g'lini yana yo'qlab keldi. Ammo o'g'lini yana uydan topolmadi. Bu qatim o'g'lining uyida boshqa bir ayol bor edi. İbrahim alayhissalom o'g'lining ayoldan yo'ldishini so'raydi. Ayol terikchilik qilish uchun chiqib ketganligini aytdi. İbrahim alayhissalom ularning ahvolining qandaqligini so'raganda ayol Allohga hamdlar bo'lsinki biz intayin yaxshi hamda baxtli o'tyapmiz dedi. İbrahim alayhissalom nima yeysizlar? Ayol go'sht yeymiz. Nima ichsizlar? Suv ichimiz. İbrahim alayhissalom Alloh go'shinglarga va suyinglarga barakat bersin dedi. Ularning qishida boshqa tamoq yo'q edi. Agar bo'lgan bo'lsa İbrahim alayhissalom yanala u tamoqning barakati uchun duo qilgan bo'ladi. Ondan yo'ldishingizga mendan salom ayting. Ishikning bo'sig'isini mahkam tutsin dedi. İsmoil alayhissalom qaytib kelib uyga birarsi keldimi deb so'radi. Ayoli shundoq, shunchalik chiroyli qiyirgan bir mo'ysbit bovoy kelib bizning ahvolimizni so'radi. Men ahvolimizning yaxshi ekanligini aytdim dedi. İsmoil alayhissalom u boshqa bir narsa demidimi deb so'radi. Ayoli sizga salom aytdi hamda ishikning bo'sig'isini mahkam tutsin dedi. İsmoil alayhissalom u kishi mening dadam bo'ladi. Bo'sig'i bo'lsa sen. Haqiqatan u meni seni qo'yib bermasligimga buyurdi dedi. Ey ayol, siz haqiqatni so'zlab so'zingizda rostchil bo'lishingizdan qat'iy nazar sizning so'zlash uslubingiz birinchi o'rinda turadi. Siz ba'zi qattiq quruq gaplarni siliq bir shaklda ifodalab, kishilarga aziyat bermasdan o'zingizning maqsadini amalga oshira olasiz. O'zining maqsadini intayin go'zal bir shaklda ifodalagan İbrahim alayhissalomga qarang. U ishikning bo'sig'isini almashtirib yetishni topiladi. Amaliyat İbrahim alayhissalom men uning dadasi nima desam bo'laverdi deganni o'ylab, ayolini taloq qilib yetishni desa deyalaydi. Chunki ikkili so'zning natijasi o'xshash edi. Ammo chiroyli gap qilish payg'ambarlarning axloqi. Ular gap qilganda eng chiroyli so'zlarni tanlab, ularni fikr yurgizishga shiltidi. Haqiqatan ular siz uchun eng yaxshi ulgu.
Ko'rganingizdek İbrahim alayhissalom o'g'liga ayolni taloq qilib etishga buyurdi. Ammo u kelinga azor berib qo'yishdan Allohdan panoh tiladi. Amaliyotda payg'ambarlarning oilasi kufrlikdan xoli emas. Ammo ularning uyi yo'ldoshiga xiyonat qilishdan xoli. Qur'onda tilga olingan Nuh va Lut alayhissalomning ayollarining xiyonati iymonga, aqidaga qilingan xiyonat. Hargiz erlarga qilingan xiyonat emas. İbrahim alayhissalom kelinning oz shukr qilib ko'p shikoyat qildiganligidan norozi bo'ldi. Noshukirlik ayol zotining hayotini nobud qildigan saqaymas bir kasal. Shuning uchun qanoat qilishni bilingki, Alloh sizga marhamat qilsin. Haqiqatan hammaga qodir zot rizqlarni bandalar orasida taqsim qilganida bu taqsimotdagi hikmatni o'zi biladi. O zot sizni kambag'allikdan qutuldirmadi. İmtihon maydoni bo'lgan bu dunyoda sizga boshqalarga bergandek ko'p rizq bermadi. Chunki siz yo'qsullikda qanoatga, to'qliqda shukr qilishga buyurildingiz. Sabr qiluvchi bilan shukr qiluvchilarning ajri o'xshash. U ikkisi mangulik hayotdagi imtihonidan o'tgan hisoblandi. Ey ayol, ko'rganingizdek İsmoil alayhissalom xuddi oilasiga xotirjam turmush ato qilish uchun tirishchanlik ko'rsatmagandek, uning ayoli ochiq bilan uning sirtqi tirikchilik qilish uchun chiqib ketganligini aytdi. Ammo bu rizq Allohning uningga taqsim qilgan rizqi edi. Agar siz yo'ldoshingiz bilan qiyinchilikda qolsangiz, yo'ldishingizga yordam qilingki, hargizmi bu dunyoni ko'zlab uningdan voz kechmang. Ey ayol, hammamizning ko'zi o'xshash, ammo ko'z qarshimiz o'xshash emas. Ba'zida nuqsonlar oshkora tursa-mu, uni ko'radigan ko'z bo'lmasa, ko'rgili bo'lmaydi. İsmoil alayhissalom ikki ayol bilan uylandi. Ikkala ayolida uningga berilgan rizqmi, kirim manbasi o'zgarmadi. U o'qiyasi bilan ovchilik qilib erishgan ne'matdan boshqa narsaga erishamadi. Amaliyotda İsmoil alayhissalom usti margan edi. Ammo uning ikki ayolining hayotga bo'lgan ko'z qarshi o'xshamaydi. Tunji ayoli oz shukr qilib ko'p shikoyat qiladi. Ikkinchi ayoli bo'lsa, ozga qanoat qilib ko'p shukr qiladi. Chunki insonning boyligi yanchuqida emas, balki uning qalbida bo'ladi. Banda Allohning buyrug'iga itoat qilmaganda hamma ishi oson bo'lgandek his qiladi. Bir kishi kasal bo'lganida Allohga shikoyat qilib norozi bo'ladi. Yana bir kishi bo'lsa, kasal bo'lganida sabr qiladi, hamd sano etib duo qiladi. Amaliyotda u ikkisining kasali o'xshash. Ammo u ikki kishining qalbida osmon zimin farq bor. Hayot bandalarning imtihoni. Ey ayol, shuning uchun siz bu imtihondan mag'lub bo'lib ketmang.